taxmin oladi. Zond bor, zond bilan o'lchaydi tubini. O'sha zondga mo'ljallab spiralni kiritadi keyin. Zond bilan. Zond degan narsa o'lchaydigan, millimetrga o'xshagan narsada. O'shani o'lchagandan keyin shu zondni qayerigacha yetib borsa, spiralni o'sha yergacha kiritadi. Sizda qachonki sheka uzun bo'lsa, ichkaridagi внутренний zevda qanaqadir shamollashlaringiz hisobiga chandiqlanib, qattiq to'siq bo'lib qolgan bo'lsa, ular zond bilan ichkarigacha kira olmaydi. Shuni hisobiga spiral shekangizda o'rnatilishi mumkin ba'zida. Yana bitta varianti, может spiralingizni to'ppa-to'g'ri qo'ygandir, joyiga qo'ygandir. 10 kun ichida og'ir ko'tarsangiz yoki qon juda ko'p kelsa yoki ko'p harakatda bo'lsangiz, spiral o'rnashib olgunicha 10 kun shuncha vaqt beriladi. U siljib asta-sekin matkani bo'yniga tushib oladi. Поэтому 10 kun juda qattiq ehtiyot bo'linglar deyiladi. Может быть, shuning uchun ham tushib qolgandir sizniki.